Assalomu alaykum do'stlar. Mana biz Xudoy bursa bir cho'ng tovuq fermaga keldik. Bu yerda parodalı tovuqlar bag'lat, tuxumga bag'lat. Xudoy bursa mana fermaning ichini ko'rsatayman. Shundaycha Andijon qora tovuq zotlarini bag'ishlab. Mana do'stlar, biz shundaycha pechka o'rnatib berdik. Отработка maga turgan pechka. Jani shu o'ta qo'z. Sekinele jani turadi mana. Dette 800 gram 1 litr arasında jani turadi. Shunday jaqsach. Jani shu o'ta zo'r. Xudoy bilsa hozir. Mana yo'nqisi mana sirtda turadi. Sirtga qo'yganmiz bezopasniyroq. Tovuqlar antaraversin deb mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar, yo'nqisi shundaycha kirgan. Mo'risini dag'i chiqarib qo'ydik. Sen videoga tartayin desam, yo'q dedi. Videoga tushpayli qo'yinchi debchi. Mana do'stlar, ko'rayotganinglarda o'ta miqti jon turadi. Bu yer men kelganimda-chi 8-10 gradus arasında lekin. Hozir paşti 15-20 gradusga chiqib qoldi. Где-то bir 5-10 minut oldu. Bir ısıtış o'taylar. O'ng'ay ishmas ekan. Bunday aytganda, cho'q o'shoqda teshiklar ko'p. Bundaylar qilyonqa, tunda teshiklar ko'p. Teshiklar ko'ratasizlar, shundaycha ekan fermasichi. Biroq o'ta zo'r, parodalı tovuqlar bag'isha. Qanday paroda desam, o'shanda Andijon qora tovuqlari deydi. Mana do'stlar, ko'rsinglar bo'ladi. O'ta miqti jonib turadi. Azdan ele janib turadi. Bundan burun kichkina eshikda jandirib oldik. Unda videoni qo'ygan. Do'stlar, zakaz bergilar. MSF'dan отработка pechkalari не только sektorda boshqa joylarga, cho'ng tovuq fermadadagi ishini yuritadi. Mana naqa chaptab qo'ydigilar. Termostoyki emas, kuyib ketib qolibdir. Non termostoyki, biroq yaxshi ko'rinmayotgan. Do'stlar, zakaz bergilar, zakazlar qabul olamiz. Байланыш uchun описаниеda nomer qoldiramiz.